Sen, men va sir ushbu roman oppoq qalbini dunyo kirlatolmagan, ishq osmonida yashab, yerdan ancha baland bo'lgan shaxslar haqida yozilgan. Ular millat dardini yelkasiga olib, o'z hayoti o'tkinchi lazzatini chetga surgan insonlardir. Ishonamanki, asar sizga manzur kelib, undan ko'plab manfaatlarni qo'lga kiritamiz. Maroq bilan tinglang azizlar. Shinamgina kafening alohida xonasida yigit va qiz o'tirar, yigitni qizga otli-otli boqishidan bir necha yillardan buyon bir-birini ko'rmagan oshiq mashqlarga o'xshardi. Uzoq tikilishdan so'ng oralarda sukunat pardalarini yirtishga yigit jur'at topdi. Osiyom, har kuni ko'rishsak ham, bir lahzam sensiz naq 1000 yillik kechadi. Kuni bilan sen haqingda o'ylab, qo'llarim ishga bormadi. Yigit shu so'zlarni aytib, qizning nozik qo'llarini kaftlari orasiga olib, ohista silagancha ko'zlariga uzoq termulib qoldi. Yigit birozdan so'ng yana gapga kirishdi, yana ozgina qoldi. Yaqinda hammasi tugaydi. Keyin otangning oldiga to'g'ri borib, o'zim qo'lingni so'rayman, so'ng seni yonimdan hech qanday kuch uzoqlashtirolmaydi. Axir sog'inib yashayverish bo'larimcha bo'ldirdi meni. Yigitning bu gaplaridan Osiyo erkalandi. Hech ham o'xshamayapti-da. Kuni bilan meni o'ylagan odam allaqachon otam bilan gaplashgan bo'lardi. Men sizga ishonib nikohdan o'tishga ham rozi bo'ldim. Siz bo'lsangiz otamning oldiga borishga ham jur'at topa olmayapsiz. Kechir farishtam, bu ahvolda otangni oldiga bora olmayman. Borsam javob aniq, yalangoyoqqa beradigan qizim yo'q, deb otang haydaydi qo'yadi. Bir ish boshlaganman. Yaqinda hammasi zo'r bo'ladi, o'shanda otang ham seni menga bermaslikka biror bahona topa olmaydi. Qanday ish ekan, bilsak bo'ladimi? Qanday ish bo'lardi? Pul beradigan bir korxonada, vaqti kelib bilib olasan, mana qara senga nimalar olib keldim, shunday deya yigit eshikka bir boqib oldi. Nimagadir ishonch hosil qilgandek yana qizga yuzlandi. Ko'zlaringni yum. Osiyo karashma bilan jayron ko'zlarini yumdi. Yigit uning qo'liga bir zanjir bilan uzuk tutqazdi. Ko'zlarini ochgan qiz hayajondan qichqirib yubordi. Voy! Bularning chiroyliligini menga judayam yoqdi. Rosa xursand qildingiz, Mehmet aka. Qiz quvonch ini ichiga sigdirolmas, olgan sovg'asini hammaga ko'z-ko'z qilish kelardi. Biroq yonida kimsa yo'qligi qizga pand berayotgan edi. Quvonchini ichiga yutishdan o'zga chora topa olmay yigitga ayyorona yuklandi. Mehmet aka, endi xursand qilish mening galim. Xo'sh, mening suyukligim nima bilan suyuntirar ekanlar? Osiyo karashma qilar yigitni muntazir etganidan ko'ngli faxrlanardi. Lablariga oshufta bo'lib turgan yigitga "O'zingiz topingchi" deya jumboq tashladi. Mehmetning ham shohlik qilgisi keldi. Tilla topingki. Topolmadingiz, tillardan ancha qimmat narsa, mayli o'zim ayta qolaman, Siz yaqinda ota bo'lasiz. Bu gaplar Mehmetning boshiga tushgan gurzidek bo'lib esankirab qoldi. Qo'lidagi qadah yerga tushib chil-chil sindi. Biroz o'tib, og'zini yigishtirgan Mehmet qo'rqa-pisa gap boshladi. Nima deding? Hazillashyapsan, a? Yigitning bu holidan parishon bo'lgan qiz. Nima, xursand emasmisiz? Deya oldi, xolos. Shu payt yigit holatini butkul o'zgartirib, ayyorona gap boshladi. Xursandlikka xursandman. Faqat hali biroz erta emasmikan? Qiz bu gaplardan o'zini qo'lga olib, so'zini davom ettirdi. Mehmet aka, axir dada bo'lsangiz, ko'nglim sezib turibdi, naq sizga o'xshagan o'g'limiz bo'ladi, faqat sovchilarni tezlatsangiz kifoya. Xir nikohdan ham o'tganmiz-ku. Mehmet kalovlanar, nimalardir deb qizning aldagisi kelar. Biroq xayoliga arzirli biror narsa kelmaydi. Qiz bo'lsa shirin xayollarga berilib, totli kelajak haqida tinmay gapirardi. O'ylab qizni amallab ko'ndirish qaroriga kelgan yigit so'z boshladi. Jonim, hali biroz erta. Sening o'qishing bor. Men ham uy-joy qilishim kerak. Kel shu bolani oldirib tashlaylik, hali vaqti kelsa, qo'sha farzandlarimiz bo'ladi. Yigitni bir amallab eshitgan qizning qoshlari chimirildi, dudoqlari tukildi. Nima dedingiz? Bolani oldirish? Aslo. Hayolingizga ham keltirmang, bolani oldirmayman. Shifokorlarning aytishicha, birinchisini oldirsam, keyin butun umr farzand ko'rolmasligim ham mumkin ekan.
Qizni bu qadar qaysarlik qilishini o'ylamagan yigit qanday bo'lsa ham, bolani oldirishga ko'ndirishi zarur ekanini o'yladi. Takror ayyorona ish tuta boshladi. Jonim, bir-birimizni to'g'ri tushunaylik, hozir buning vaqti emas, ota bo'lishga tayyor emasman, bolani oldirmasak bo'lmaydi. Aslo. Bolani oldiradi deb xayol ham qilmang, siz undan kechsangiz ham, men ikki dunyo bir bo'lsa ham, kechmayman, qornini silagancha gapida davom etdi. Seni albatta dunyoga keltiraman, dadang voz kechsa ham, sendan tonsa ham, men sira sendan kechmayman. Ha, seni o'ldirmayman. Chunki men qotil emasman. Negadir Osiyoning oxirgi gaplari yigitning toqatini taranglashtirib yubordi. Bas qil. Yo bolani oldirasan, yo mendan voz kechasan. Mehmet telbalarcha stolni mushtlay boshladi. Qiz ham keskin o'rnidan turib, g'uncha dudoqlarini tukkancha, o'qdek gap yogdira boshladi. Yaxshi. Kech desangiz kechaman, lekin bolamdan emas. Shu gaplarni aytib ko'cha tomon otildi. Ortidan yigit Osiyo degancha ergashdi. Dunyoda vaqtdan ham shafqatsiz o'jar, aytganni qildiradigan va qiladigan biror narsa bo'lmasa kerak. U man degan pahlavonlarni ham bildirmasdan qarilikning izmiga topshiradi-da, keyin ustidan kela-kula olim sari etaklab boraveradi. Osiyoning Mehmet bilan aytishib qolganiga ham ana-mana deguncha yarim yildan oshdi. Bu orada Osiyoning ota-onasi xizmat bilan chet elga ketib qolishdi. Bu ishlar faqatgina Osiyoning foydasiga xizmat qilayotgandi, negaki ota-onasi qizining ahvolini ko'rsa, obro'li oila bo'lgani uchun ham bu holni isnot sanab, biror ko'ngilsizlik qilib qo'yishlari turgan gap edi. Ota-onasini garchi soginsa-da, o'z holatini o'ylagan qiz ularning safarlari cho'zilishini ich-ichidan istardi. Bu ishlardan Nurhayot xonim yonardi. Nima qilishini bilmas, uning homiladorligi borasida ota-onasiga ham so'z ochishga botina olmasdi. Osiyoni avaylardi go'yo. Hashamatli uyning hovlisida o'rnatilgan o'rindiqlardan birida Osiyo yolg'iz o'tirar, uning oy kuni yaqinlashgandi. O'sha mash'um uchrashuvdan keyin u Mehmetni na ko'rdi, na u bilan qo'ng'iroqlashdi. Osiyo ota-onasi chet elda bo'lgani bois katta hovlida yolg'iz o'ziyu enagasi Nurhayot xonim bilan yashardi. U o'sha uchrashuvdan so'ng juda odam ovi bo'lib qolgan. Ko'chaga ham juda kam hollardagina chiqar, butun umrini shu to'rt devor ichida o'tkazayotgan edi. Bunday qilishiga sabab qornidagi bolani ko'chadagilarga bildirmaslik edi. Xayol sirtmog'iga o'ralib qolgan qiz Nurhayot xonim yoniga kelib, elkasiga qo'l qo'yganda cho'chib ketdi. Ayol Osiyoning yoniga sekingina cho'kdi. Qizim, qiynalmayapsanmi? O'qishingga ham bormay qo'yding. Ayolning gaplarini ko'zlarini bir nuqtadan uzmay tinglagan Osiyo shuursiz javob berdi. Ha, xola, o'qishga ariza yozdim, kelgusi yil davom ettiraman. Qizim, meni ikki o't ichida qoldirding-da. O'g'lim Ahmed bilan qiynalib yurganimizda oilang bizga quchoq ochdi. Dadangning soyasida o'g'lim o'qib o'z yo'lini topdi. Seni menga omonat qilib ketgan ota-onangga seni bu ahvolingni ayta olmasam, olovga tashlading meni qizim. Oz qoldi, xolajon, yana biroz sabr qiling, yaqinda hammasi o'z iziga tushib ketadi, dedi qiz qandaydir g'ayrioddiy ishonch bilan. Yaqinda kozing yoriydi, kim axir? Qachongacha yashirasan bolangning otasini, deya ayol qizning ko'zlariga jiddiy boqdi. Osiyo biroz asabiylashdi-yu, biroq tezda o'zini qo'lga olib qisqagina javob qildi. Necha marta aytdim sizga, u o'lgan. O'lgan odamning kimligini bildingiz nima-yu bo'lmadingiz nima? Ayol ortiqcha gap ko'tara olmasligini bilgach so'z yo'nalishini o'zgartirdi. Ha, aytgancha, bugun oying bilan gaplashgandim. 2 oyda qaytarmishlar, shunday dedi-yu, ichdan qaynab kelgan dardini yashira olmadi. Ularga qaysi yuz bilan qarayman, a? Ular sening bu bolangni qabul qila olarmikan? Osiyo ayolning so'nggi gaplaridan biroz xo'rsindi. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Ular bolani ko'rishmaydi. Ikki ayol dardihol qilib turishganida, ko'cha eshikdan Ahmed salom berib kirib keldi. Onasi bilan so'rashib bo'lgach, Osiyoga nigoh tashladi. Osiyo negadir yigitdan ko'zlarini qochirardi. O'g'lini horg'in ko'rgan ayol savolga tutdi. Bolajonim, yaxshi keldingmi? Juda horg'in ko'rinasan. Ha, oyijon, biroz charchadim. Ishim ko'payib ketdi. Shu gaplarni aytib yigit to'xtab qoldi.
Ha, aytgandek, oyijon, bugun anovi Halima xolani o'ldirib talagan jinoyatchi qo'lga olindi. Kim ekan u yer yutkur? Shunday yaxshi ayolni umriga zomin bo'ldi-ya. Umring ro'shnolik ko'rmay ketgur, qayerdan ekan, u iblis bizga tanishmi? Ahmed Osiyoga manoli qarab oldida onasiga yuzlandi. Yo'q, oyijon, bizning mahalladan emas. Uzoqdan kelgan bir betayin, bundan tashqari ham ko'plab jinoyatlarni sodir etgan. Bir hamtovoga qichishga ulgurdi. Ha, aytgandek ismi Mehmet ekan. Bu ismni eshitgan Osiyoning lablari ixtiyorsiz qimirladi. Mehmet. Uning ko'zlari tinib, boshi aylandi. Ona-bolaning suhbati unga uzoqdan eshitilayotgandek tuyular, holi yomonlashar, yonidagilar esa buni anglashmasdi. U yerga yiqilganidagina uning holini payqashdi. Bu olamning qanchalar chirkinliklarga botib ketganini, tozalab bo'lmas darajaga kelib qolganini bilmasdan bir pok vujud dunyoga keldi. Yorug' olamni ilk ko'rishdayoq chinqirib yig'ladi. Bu quvonchdanmi yo dunyo razolatlarini anglagani boismi Birov bilmasdi. Hozir bu haqda o'ylashning vaqti ham emas edi. Ha, Osiyoning ko'zi yoridi.